Yakkasaroy tumani Salomatiniga kelganmiz. Okela 282 sotuvli xonadonimizni sotuvga chiqadi. Hamma qulayliklari bor. Sizlarga ko'cha tarafdan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda darvozaxonamiz bo'ladi. Bu yog'imizda xonalarimiz mavjud. Yo'lning yuzida hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirib kelganimizda darvozaxonamizdan bu yoqda joylarimiz bor. Bu yog'imizdagi xonalarning hammasi 100% to'plik qo'llar qilingan. Bu yog'imizda radiatorlar qo'yilgan. Orqa tarafida okela o'zini sanuzel, kladovka qismlari mavjud. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beramiz. Uyimizning sizlarga ichkari qismidan tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda zalimizning o'zini ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Bu yoq tarafimizda spalniyimiz o'zini sanuzel qismi bilan birga 100% ko'prik pollari qilingan, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Endi sizlarga qolgan xonalarni birma-bir ko'rsatib beraman. Xonalarimizni sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, kirganimizda koridor, xolosiylar zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda bitta detskiy variantida xolosiylar prixoshka qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yog'imizda zalimiz joylashgan, hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga ayollarimiz uchun oshxonamizni o'zingizga bitta ko'rsatib baho berib qo'yasizlar. Hamma qulayliklari bor, shart-sharoitlar ideal varianti. Ayollarimiz uchun oshxonamizni ko'rib baho beringlar. Yonginasi spalniyimizda joylashgan, ba'zi bir mebellarimiz qoladi. Hamma qulayliklari bor. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga $330 ming deb qo'yganmiz. Pastda egalar nomerini qoldiramiz, o'zingizlar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.